hozirgi paytda raqamlashtirish, jumladan soliqchi tadbirkorlik ko'makchi tamoyili olib borilgan ishlar natijasida joriy yilning mart oyi uchun tashqi savdo operatsiya ishtirokchilari tomonidan amalga oshirilgan ishlar yoki bajariladigan import xizmatlar natijasida mart oyida 1,469,4 ga, ya'ni 122,6% ga reja bajarish ta'minlandi. Joriy yilning mart oyida samaradorlik ko'rsatkichlarining bajarilishi 95% ga ijrosi ta'minlandi. Bunga o'z navbatida o'sha dasturiy mas'ullar, ya'ni e-kontrakt dasturiy mas'ul orqali foydalanish orqali ayrim xo'jalik yuritish subyektlari tomonidan hisobotlarning o'z vaqtida taqdim etilmasligi yoki nol hisobotlar taqdim etilishini bartaraf qilib, ulardan qayta hisobotlar olinib, o'z navbatida byudjetga import xizmatlar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i yoki norezidentlardan undirilgan daromad solig'i undirilishi ta'minlandi. Shu bilan birgalikda soliqchi ko'makchi tamoyili asosida bu tashqi savdo operatsiya ishtirokchilari, ya'ni yangi boshlagan eksport import bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga e-kontrakt dasturiy mas'ul orqali amalga oshirilgan ishlari bo'yicha soliq hisobotlarini tuzatishda keng qamrovli yordamlar olib borilyapti.